Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kech. Demak, sizlar bilan Ma'rifton Getorov 3.2 mavzu birikmada elementning massa nisbati A mashq yechimlarini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Bizda A mashqda birikmalardagi elementlar massa nisbatini aniqlang deyapti. Demak, mana bu birinchi savolda bizda metan deyilyapti. Metanda demak uglerodniki 12 bo'ladi, vodorodniki demak 4 bo'ladi. Demak, nisbat oladigan bo'lsangiz, kichigiga bo'lib yuboradigan bo'lsangiz, 4 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsangiz, vodorodingiz demak, ya'ni vodorod teng deb turib 4 ni 4 ga bo'lasiz. Shunda 1 bo'ladi. Uglerod demak teng deb turib 12 ni 4 ga bo'lasiz. Shunda 3 paydo bo'ladi demak. Demak, mana bu yerda nisbat 3 ga 1 ekan deb tushunsangiz bo'laveradi. Demak, silanda kremniy demak 28 bo'ladi. Hop, vodorodim demak 4 ligi aniq. Demak, unda 4 ni 4 ga bo'lsangiz vodorodingiz 1 bo'ladi. Hop, demak 28 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsangiz 7 bo'ladi. Demak, 7 ga 1 nisbatda ekan deb tushunsangiz bo'laveradi. Hop, bu yerda oltin yut 32 bo'ladi. Kislorod ham 32 bo'lyapti birikmada. Demak, endi 32 ni 32 ga bo'ladigan bo'lsangiz 1. Hop, kislorod 32 ni 32 ga bo'ladigan bo'lsangiz 1. Demak, 1 ga 1 nisbatda ekan bu yerda. Hop, demak, keyingisida oltin gurt deyapti, 32 bo'ladi. Kislorod 48 bo'ladi. 48 bo'ladi. Ikkalasi ham 16 ga bo'linadi. 16 ga bo'lgan payt oltin gurt 2 bo'ladi. Kislorod esa 3 bo'ladi. Demak, 2 ga 3 nisbatda ekan deb olaverasiz. Demak, endi keyingisida xrom 52 bo'ladi. Oltin gurt 32 bo'ladi. Keyin kislorodum 48 bo'ladi. Menimcha hozir uchalasi ham 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'lingan payt 52 ni 2 ga bo'lsa 26, 4 ga bo'linadimi? 52 4 ga bo'linsa 13 bo'ladi. Demak, 4 ga bo'linsin. 4 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak 13. Hop, 8, 2 ga 12 paydo bo'ladi. Demak, 13, 8, 12 bu mana bu birikmadagi elementlarning nisbati hisoblanadi. Kichigiga bo'lib ketaverasiz yoki bo'lmasam umumiy bo'linuvchisiga bo'lib ketishingiz kerak bo'ladi desam ham to'g'ri bo'laveradi. Demak, 52, hop, 32, 32, 2 ga undan so'ng bizda 64 turibdi. Hozir mana bu to'ralasi ham 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'linadigan bo'lsa 13, hop, 8, 2 ga 16 paydo bo'ladi. Shunday nisbatda qoladi. Demak, molibden 96 bo'ladi. Oltin yutdingiz 32 bo'ladi. Kislorodingiz 48 bo'lyapti. Demak, uchalasi ham 16 ga bo'linadigan bo'lsa 6, 2, hop, 3 holatga o'tadi. Shunday nisbatda ekan. Keyingisida 96, 32, 2 ga 64 ekan. Uchalasi ham 32 ga bo'linsin 3, 1, 2 ga 2 holatga o'tadi. Ya'ni 32 ga bo'ladigan bo'lsa shunday nisbatga o'tadi. Xo'p, xromdan 2 ta turibdi. Demak, unda 104 olasiz. Oltin yutdan 3 ta turibdi. Demak, 96 olasiz. Keyin kislorod 48 dan 3 ta turibdi. Ya'ni 48 dan 3 ta hisoblaydigan bo'lsangiz 16 bo'ladi. Demak, yo'q, 100 hozir mana 48 ni ko'paytirasiz 3 ga. 144 bo'lar ekan. Endi bu yerda uchalasi ham 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'linadigan bo'lsa 72 bo'lyapti. 4 ga bo'laylik. 4 ga bo'lsak 104 ni 4 ga bo'lsa 26. 104 ni 8 ga bo'lsak-chi 13. Shunaqa qilamiz ekan. 8 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak 13. Hop, 96 ni 8 ga bo'lsangiz 12. Keyin bizda 144 ni 8 ga bo'lsangiz 18 holatga o'tar ekan. Ya'ni shunday nisbatda ekan bular. Hop, xrom 104 bo'ladi. 104 bo'ladi. Keyin oltin gurt 3 tasi demak
96 bo'ladi dedik. Keyin 64 dan 3 ta turibdi ekan. Bu degan 192 degani. Xo'p, endi 104 ni 8 ga bo'lasiz. 96 ni 8 ga bo'lasiz. Keyin 192 ni ham 8 ga bo'lsak 24 bo'lar ekan. Demak 13, 12, 24 holatga o'tyapti. Ya'ni mana bunday butun holatda bo'lsin. Yana buni bo'lsa bo'ladi. Mana bu 6,5, 6, 12 bo'lib qoladi. Lekin bizga mana 6,5 bo'lgandan ko'ra 13 bo'lib turgani yaxshiroq. Shu nisbati yaxshi. Xo'p, keyingi mashq emas, hozir 12 ta ekanmi? Ha, 12 ta ekan. Keyingisida bir mashqqa o'tib ketamiz. Xo'p, molibdendan 2 ta tursa 192 bo'ladi. Undan keyin oltingitdan 3 ta tursa demak 96 bo'ladi. Keyin 48 dan 3 ta turibdi. Demak unda 144 bo'ladi dedik uni. Xo'p, menimcha uchalasi ham 48 ga bo'linadi. 48 ga bo'linsa 4, hop 2, 3 holatga o'tadimi? Ya'ni 144 ni 48 ga bo'lsangiz 3 holatga o'tadi. Ya'ni shunday nisbatda ekan. Keyingisida 96, hop 96, keyin yo'q 96 emas. Mana molibdeni 2 ta ekan. Demak unda 192. 192, 96, keyin 64 ni 3 ga ko'paytiryapmiz. 64 ni 3 ga ko'paytsangiz 192. 192. Xo'p, 96 ga bo'lib beradigan bo'lsangiz 2, 1, 2 holatga o'tadi. Demak, shunday nisbatda ekan. Keyingi mashqlarda B mashq ko'rib chiqamiz. Hozircha A mashqning o'zi yetarli.